Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Bugun juma 9 mart 2022-yil bozor kurslarini tanishtirib o'tsak, dollar 84, euro 95, alem rubl 88, finans kredit bankda, alem RSK bankda dollar 85 so'm, euro 87 rubl. Kapital bankda turgan bo'lsak, dollar 85, euro 94 so'm, alem rubl 90, qozoq tengesi 1. Ayıl bankda ko'rsak, dollar 85, euro 95 so'm, alem rubl 90 tiyin. Bakaya bankda turgan bo'lsak, dollar 85, euro 95 so'm, alem rubl 90 tiyin, satılışı 1 so'mdan. Optima bank dollar 85 so'm, euro 94 so'm, alem rubl 90 tiyin, qozoq tengesi 0.13. Rubl ko'tarilib boradi kunning vaqtiga shukr. Ekoislomik bankda ko'ra turgan bo'lsak, dollar 85 so'm, euro 95 so'm, alem rubl 90 tiyin, satılışı 1 so'm 10 tiyindan. Dollar günü tushib boradi, euro rubl ko'tarilib boradi. Pullarni valyutaga ko'ra turgan bo'lsak, dollar 84, euro 95, rubl 90 tiyin, alem qozoq tengesi 0.10. KICB 85 so'm dollar, euro 94 so'm 50 tiyin, alem rubl 91 tiyin. Eng yuqori kurs uşul jerdeki bundan burunqi ko'rgazuvimizdagi ko'rinishlar bunda to'g'ri o'tdi. Alem Ayıl bankdagi 84 so'm 90 tiyin dollar, euro 94 so'm 50 tiyin. Bu yerda rubl jo'g'ri ekan 91 tiyin, alem qozoq tengesi 10. Videoga like bosib, kommentariy qoldirsangiz ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum.